Massa olish uchun nima yeyish kerak? Bu menimcha umumiy savol bo'lsa kerak, hamma bersa kerak. Massa olish uchun deyarli kun ora savol keladi. Ijtimoiy tarmoqda mana shunaqa savol. Massa olish, vez tashlash, ariqlash. Massa olish uchun ko'pchilik nima ichay, nima olay deyishdan boshqa narsadan savol o'tmaydi. Sport vitamidan nima olay deydi. Bu xato narsa. Birinchi o'rinda sport vitami rol o'ynamaydi hech qachon. Birinchi o'rinda ovqatlanish rejimi. Ko'pchilik nima ovqatlanasan desam, ovqatlanishim zo'r, men sport vitamidan nima olay deydi. Savol beraman, nima ovqat yeysan, necha mahal ovqatlanasan? Yaxshi ovqatlanaman deydi, lekin ovqatlanishini tartibi nol. Ya'ni organizmga muskulli kerakli oqsil va uglevodni beradigan ovqatlar emas. Uyda nima sho'rva bo'lsa sho'rva, pelmen bo'lsa pelmen, shu narsani aytadi. Lekin unaqa narsa bilan vez olib bo'lmaydi, massa qilib bo'lmaydi. Massa olish uchun birinchi o'rinda to'g'ri ovqatlanishga e'tibor berish kerak. Chunki juda ham yaxshi bilasiz o'zingiz ham. Bu sportda biz ham sizni shug'ullantirganmiz. Ovqatlanishni ham bilasiz, qanday ovqatlanish kerak. Massa olish uchun kamida 4-5 mahal to'g'ri ovqatlanish, keyin sport vitaminidan geyner, kreatin qo'shimchalari qo'shsa bo'ladi.